Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Andijon avtomobil bozoridan Damaslardan video syomkasini boshladik. Bu Damasimiz 2019 ekan. Dehqon akamizdan hurmatli obunachilar 13 ballonlar qo'yib qo'yilgan. Qo'rg'ontepalik akani mashinasi ekan. Kraskalari qanday aka buni? Kraskasi toza. Yurgani qancha dedingiz? 86 ming yurgan ekan. Xo'p, ichlariga qilingan ishlarni ko'radigan bo'lsak, chexol, poli, bar. Mana 86 ming yurgani. Hamma narsa qilib qo'yilgan. Qanaqa mashinangiz bor aka? Bo'ldi, Matizni ham olamiz, xudo xolasa. Orqa holatlari, hurmatli obunachilar. Mana. Yorug', poroq, boshqa narsa yo'q ekan. Xudo xolasa, akalar, bozor tashqarisidamiz. Bozor tashqarisida dehqon akalar ko'p bo'ladi. Iloji boricha dehqon akalardan ko'pchiligi ko'proq video syomka qilishga harakat qilamiz. Shuning uchun like bosib qo'yasiz. Va yanada arzon degan. Yana ham arzon oling, bo'ldi, hozir olamiz aka. Unga boshqa kadr bo'ladi. Qani? Telefonda gaplashib qolibdi-da. Xo'p, o'zim ham. Qalay ekan? O'zingiz ham olib qo'yavering. Bo'ldi, Mashakani Matizi bor ekan, akalar. Qayerga ketib bordingiz endi? Mashinani ham sal ko'rsatdik-da. Boshqa kadr qilamiz. Hoji aka hozir. Bo'ldi, o'zingiz gapirib qo'ying. Mashin Matiz. Bo'ladigani 2004-yil hamma yo'q qilingan. Hech qanaqa kam nusxoni yo'q. Bo'ldi. Dehqonchilikmi? Dehqonchilik o'zim nomimda xohlagan shaklda hujjat bo'laveradi. Bo'ldi, xo'p bo'ladi, hoji aka. Xo'p, hozir olamiz, boshqatdan olamiz lekin hoji. Bo'ldi. Aka, buni necha pul qilib beramiz aka? Barakaga yaqinroq qilib ayting. Bizning kanalning nomi yanada arzon degan kanal. Yaqinroq 5.5. 5.5. Xo'p, $100 bo'ldi. Bo'ldi. Zo'r narx aytingiz aka. Variant ham bo'ladi. Variant ham chiqaveradi. Necha pul? 4.000 puli bor-ku, variant ham chiqaveradi. Bo'ldi. Telefon nomeringiz? 97lik 97lik 836 836 0492. 0492. Mana shu Andijonga chiqadi variant. Faqat Andijon bo'ylab variantga chiqar ekan akalar. 3000 4000 ha, 1-2000 2000 ni tepasida chiqmaydimi? 3000 4000. Xo'p, aloqaga chiqaverasizlar qadrdonlar. Akalar, assalomu alaykum. Andijon avtomobil bozoridan 2019-yilgi dehqonchilik Damas'ini ko'ringlar. Akalar, boshda polni shumka bo'lgan ekan, 13 ballonlari bor. Ichki holatlari Nexi 2 china qo'yilgan ekan, tepada ballari bor. Yurgani 255 ming. Kraskalariga keladigan bo'lsa, kraskalari mana ezilgan ekan. Mashitdan kraskasi bor ekan aka. Xo'p, mashinani yurish-turish, motor, moz korobkalari o'ta ham ideal holatda ekan. Akalar, buni pultlari ham bor mashinani. Xo'p, buni yanada arzon kanal uchun $5000 ga gaplashib qo'ydim. Pastdan nomerlar qoldiraman, aloqaga chiqaverasizlar. Buni endi istoriya qilib qo'yib beraman akalar. Istoriyani ham kuzatib boringlar. Akalar, yana bitta 2019-yilgi Damas 2 ni ko'ringlarchi. Bu ham dehqon akalarimizdan. Xo'p, mashina pulti bor ekan, birinchi ko'zim tushgan narsa. 13 ballonlar qo'yib qo'yilgan kraskalari. Narigi tarafda petnosi bor, pastida. Bitta ko'rsatib qo'yinglar, aka, shuni ko'rsatib qo'y deyapti. Mana narida chicha bormi? Xo'p, mana shu yerda. Pastida, mana. Rels pastida xolos. Rels pastda petnosi bor ekan. Xo'p, yaxshi. 255 ming yurgan ekan akalar. Sidinalari ham cho'ta o'zgachaga o'xshayapti. Nexi sidina qo'yib qo'yilgan ekan akalar. Polni mashina shumka bo'lgan ekan. Shumka ham hali Pulta ko'tariladi. aynalar pulta ko'tariladi ekan akalar. Xo'p, mana bu yerga qo'yilgan ekan. Hozir ishlamay tepaga barlar qilingan akalar, chiroyli qilib. Nexi sidina o'zi ham chotki. Polilari bor. Yurgani 255 ming aytib o'tdik. Xo'p, tonirovkalari bor. Ballonlari o'rta holatda ekan akalar. 13 ballonlar. Yo'q, ochilmaydi. Orqa holatlari akalar. Video registratori bormi aka shunda? Bor aka. Video registratorlari bor. Polagacha shumka bo'lgan ekan akalar. Oldida chapalami.
Anjon aka. Mashinalarda ham bor shekilli menimcha akalar. Menimcha shunaqaga o'xshaydi. O'zingizlar bir tekshirtirib olaverasiz. Qiziquvchilar. Обязательно tekshirtiringlar. Xo'p, nari tomon loy ekan, bu tomondan yana aylanib o'tamiz. Aka? Buni barakaga yaqin qilib narx ayting aka. Srochni sotishni maqsad? Bitta Instagramga qo'yib beraman, unda xolasa. Hozirda o'zida qo'yib ketaman. Sotilishi yaxshi bilan. Bo'pti aka, beraveramiz. Kanalizdan bo'lsa 52 aka. Keyin chiqaveramiz. Keyin chiqaveradi. Variantga iloji yo'q, 3000 bersa kelishaveramiz aka. 3000 bo'lsa kelishaverar ekan. Xo'p, telefon nomeringizni ayting. 88 708 5505. Xo'p, shu raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Akalar, 2016-yilgi Damas 2 bir narx-navosi bilan tanishib qo'yinglarchi. Kraskalari 30-40% dedingiz, a? Mos korobka motorda dovushi yo'q ekan akalar. Oldi orqa butun deyapti. Mana shu tomonda bor ekan. Xo'p. 13 ballonlarda akalar, karpalar bilan chiroylilarni qo'yib qo'yilgan ballonlari ham. Orqasi yaxshiroq, oldi sal anigina qaroq ekan. O'rtacha ekan, chexol polilari bor mashinani. Yurgani 178 ming. Ko'ri tashlab qo'yilgan. Ha, ko'rdim, ko'rsatdim. Aka, buni strashni udar bo'lmaganmi? Qattiq udari yo'q deb aytib o'tyapti. Tirikchilik aka sizlarga. Xo'p, shumkasi qayergacha bo'lgan ekan? Xo'p, shumkasi yarim metr ekan akalar. Orqa choklarni ko'rishinglar mumkin. Xo'p, mos korobka motorlarni zo'r dedingiz aka. Ovozi yo'q aka, mo'sta. Motorda rasxoti yo'q, korobkalari zo'r. Motorda rasxoti yo'q, korobkalari zo'r deb aytib o'tyapti. Necha pul qo'yamiz aka endi buni barakaga yaqin qilib? 4600 kami bor deyapsiz, 41 ga bermadik, qo'shilsa beramiz. 4600 kam bor ekan, 41 ga berilmabdi akalar. Qo'shilsa beriladi. Telefon nomeringiz? 90lik 544 0022. Qiziquvchilarga aloqaga chiqaverasizlar akalar. Anaqa parollari ham bor. Aka, salomat bo'ling, bozoringiz bersin. Xo'p. Davom etamiz akalar. Ozgina mehnatimizni qadrlab, bitta like bosib qo'yishni unutmanglar. Like bossanglar bizga mana shu qarsada, bitta like, bitta qarsa degani shu bo'ladi ekan. San'atkorlar ham like qarsa so'raydi-ku. Mana shunday. Biz ham endi like so'raymiz-da. Bitta like, bitta qarsa. Bostinglar degan umiddaman. Akalar, 2020-yilgi Damas 2 ni ko'ringlarchi, kraskalar qanday? Mana shu ko'kapalarda kraskasi bor. Murdaga o'tmaganmi? Murdada ham bor. Xo'p, qolgan joyi toza aka. Qolgan joyi toza. 13 ballonlari bor akalar, ballon holatlari yangi ekan. Xo'p, chexol poli bar 228 ming yurgan mashina. Xo'p, ichki holatlari shunaqa holatda. Shumkasi yo'q, mashinani tonirovkasi bor orqada. Mos korobkasi zo'r. Motor qilib qo'yilgan deyapti akalarimiz. To'rtta balloni yangi aytib o'tdik uni. Pulti bor ekan, ishlaydimi aka? Pulti yo'q, ishlamaydi. Sentr zamon qilingan ekan. Xohlasanglar pul qo'yib olsanglar ham bo'laveradi. Orqa ko'rinishlar. Bo'ldi aka hozir. Xo'p. Hamma yo'qni yaxshi dedingiz mashinani. Endi qo'lga tegadigan, barakaga yaqin qilib narx aytsangiz. 5300 narx aytyapmiz, 5000 ga beraveramiz. 5000 ga berilar ekan, 5300 narx aytilyapti ekan akalar. Telefon nomeringiz? 88lik 88lik 007 007 1071 1074 1074 ekan akalar oxiri. Kimgadir qiziq bo'lsa aloqaga chiqaveradi. Generalni ham chiqarar ekan. Variantga bir 5-10 so'm bo'lsa, faqat naqa sotiladi. Bunisi-chi aka? 18 ga 19. 2018 ga 19 kraskalari Toza. top toza. Qo'lni shuncha qilingan. Motor ochilmagan 100 ming yurgan. Motori ochilmagan 100 ming yurgan ekan akalar. 13 ballonlar qo'yib qo'yilgan. Ballonlari o'rta holatda akalar. Pioneer kanonga, Pioneer matifonlari bor.
Xo'p, chexol o'zingizlar qildirib olasizlar. Barlari bor ekan, poligi bor. Xo'p. Kreditga olmaylar lekin mashina. Qiynalib ketasizlar. O'zimizni nomimizda general ishlaydi. O'zlarini nomida ekan, generalni chiqaverar ekan akalar. 5800 baho aytyapsiz, 5,5 ga beramiz. 5800 baho aytilyapti ekan, 5,5 ga berilar ekan akalar. Akamizni ko'nglidan yo'l topsanglar, yana tushib chiroyli narxda qilib beradi. Motor, mosh korobkalari hamma yo'q zo'r aka. Bo'ldi. Motor ochilmaydi. Boya aytilgan nomerlarga, mana mashinaga aytilgan nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar, hurmatli obunachilar. Deyarli hamma ma'lumotni berdik. Kimgadir qiziq bo'lsa, narxini aytib o'tdik. Akalar, 2024-yilgi Damas 2 ni ko'ringlarchi. Bu yana bitta dehqondan bo'ladi akalar. Xo'p. Balonlar almashtirilgan ekan, yumshoq balon qo'yib qo'yilgan ekan, 12 balon akalar. Xo'p, kraskalari qanday? Kraskalari top-toza ekan. Xo'p, menga telefon bo'lyapti mana. Kim telefon qilyapti? Kim bo'ldi endi? Xo'p, barlari bor, chexol, polik, yurgani 23 ming akalar. Men video syomkani boshladim, xaridorlar ko'payib ketadi. Bungacha men video syomkani boshladim, odam ko'payib ketadi. Hamma joyda. Magazinga borib bitta narsani reklama qilsam ham odam ko'payib reklama qilishga qo'yishmaydi. Xo'p, yurgani kam ekan, yangi mashina ekan akalar. Eng qizig'i dehqondan. O'z parkam 4000 deyapti. Xo'p. Aka? Nechta pul qo'yamiz aka buni? Qo'lga tegadigan, barakaga yaqin. 69 qilishga ketdi. O'tgan bozor 69 qilingan ekan, berilmagan ekan. Bitta Franshten haliginaqa qopti-da. Aytolmadim. Xo'p. Telefon nomeringiz? 95lik 95lik 222 222 00 00 03. 03. Kimgadir qiziq bo'lsa, dehqon akalarimizdan aloqaga chiqaverasizlar. Akalar, 2014-yilgi yana bitta dehqondan Damas 2 ni ko'ringlarchi. Dehqonchilik mashina ekan akalar. Xo'p, kraskalari qanday? Kraskalari top-toza 2014, balonlari yumshoq balonlar qo'yib qo'yilgan, yangi ekan balonlari ham. Xo'p, balonlari yangi ekan ular. 12 balon demoqchi edim. Xo'p, poligi bor, chexollari bor, ballari bor. Yurgani 325 ming akalar. Tepada ballari bor ekan, kanonkasi yo'q ekan. O'zingizlar kanonka qo'yib olasizlar. Eng kerak, ya'ni omen degan joyingizni olib qo'ydimmi? Xo'p. Orqa holatlari akalar. Choklarni ko'rsatib qo'ymasam, so'kishadi. Aka, meni obunachilar. Xo'p, aka buni barakaga yaqin qilib, qo'lga tegadigan qilib narx aytsangiz. Siz ham qiynalmaysiz. 5000 kam bor 2014 da, 4100 bo'lyapti. 4100 narx beryapti. Bermayapsiz. Bo'ldi. Qancha qoldi? Oz qolibdi-a o'zi? Yetib kelib qolibdi. Telefon qilasizlar akalar. Xo'p, telefon nomeringiz? 97 97lik 338 338 33 33 35. Aloqaga chiqaverasizlar. Qani hoji aka, siz gapirasizda, biz gapirmaymiz. Mikrofon mendanmiki? Hop. 2014. Hop. Bu skorobga motorlar tiniq ekan. Hop, To'g'ri bitta ham qo'yiladi. yangi. Hop. Chaylar joyida. Probegi 280 ming. Hop. Bo'ldimi? Puli? Hop. Puli 3800 deb beramiz. Barakaga yaqinroq, qo'lga tegadiganroq qilib boshqatdan ayting hoji aka endi. Qo'lga 3,5 ming bermayapti aka. Sizcha qo'shilib olsa berib olamiz deb turibsiz. Bo'ldi. Ammo chaylar butun Qarabli vaqtda gazdan gazlarim. Kraskalarni toza dedingiz-a? Yo'q, toza emas, bor. Qancha? Yengil. Chaylari butun. Eda bor, eda qolganlar bor. 328 ming yurgan. Gapirgan joylar chachib qo'ygan. Shuninga, buninga joylarga sachib qo'yilgan deyapti. O'zingizlar tekshirtirib olaverasizlar akalar. Ko'rdinglarmi? Men ko'rgan joyimni, bilgan joyimni ko'rsatib o'taman. Ko'rdinglarmi u tepasini? Xo'p. Natal ishlab turibdi akalar. Andijon shahar 5-maktab qatorida
Oxirida endi yomonroq tirikchilikda akalarimizniki-da. Akalar, tirikchilikda akalarimizniki. So'rab qo'ydim, bo'pti dedim, qo'yib beryapman. Qochib turing. Aka olasan minasan degan tayyor asl pulni Xo'p, aka, endi mana kilaskalari ham bor dedingiz. bu atta bor yangi unaqa kesilib ular to'malagan Shu 3,5 ga kirganmi? yo'q hali uchangi berganmiz uchangi bergan cho'padanamiz uchan tepasi cho'padan olamiz Bo'ldi. Telefon nomeringiz? 93 690 11 65 Xo'p, shu raqamlarga aloqaga chiqib olasiz. Xo'p. Dehqonchilik aka mashina o'zimiz. Dehqonchilik mashina akalar 2022 ekan yili, yurgani 83,5 ming ekan. Xo'p, kraskalari qanday aka? Kraskasi toza. 13 ballonlar qo'yib qo'yilgan dehqonchilik mashina. Mana shu Damas'da oxirgisi shu bo'ladi. Nari tomon ochilmaydi ekan akalar. Xo'p, chexol poli qilib qo'yilgan akalar mashinaga. Gazlari bor, barlari bor akalar. Chiroyli holatda turibdi ekan akalar mashina. Maksimiz bor ekan. Banka beramiz, kelinglar akalar. Nech pul qilib beramiz aka endi buni? Barakaga yaqin qo'lga tegadigan qilib. 6 ga beramiz. 6 ga berasiz. Telefon nomeringiz? 99 lik 214 38 54. Shu raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar akalar, kimgadir shu mashina qiziq bo'lgan bo'lsa. Dehqonchilik mashinani aytib o'taman.